Zarhal, Bellissimo, Optical Lavash. Bizning bugungi obyektimiz bir xonali kvartira, ikkinchi qavatda joylashgan 4 qavatli binodir. Hozir eshigimizdan kiraverishimizni, qo'limizni, eshigimizdan kirganimizdan keyin sanuzel va yuvinish xonalarimiz razdelniy bo'ldi. Bu sanuzelimiz. Sanuzeldan chiqqanimizdan keyin o'ngga yurganimizda yuvinish xonamiz. Hamma remontlarimiz juda ham toza, yashayotgan insonlar ham gigiyenasiga toza, yaxshi saqlashgan. Keyin o'ng tomonimizda oshxonamiz, remontlari juda yaxshi, sostoyaniyasi, holati yaxshi. Bu yerda mebel, xolodilnik, mana bu stiralka mashinasi uy egalari bilan gaplashilsa, muomalaga qarab tashlab ketishligi ham mumkin yoki o'zlari olib ketamiz deyishyapti. Bu yerdan chiqqanimizdan keyin bu yerda o'ng tomonimizda katta zalimiz bor. Asosiy katta zalimizga kiramiz. Zalimizda ham o'zinglar ko'ryapsizlar, yaqindan remontdan chiqqan. Mana bu yerda qo'yilgan hamma akvaromlari ham sifatli, yaxshi akvaromlar. Ruchkalari ham yaxshi. Zalimizdan keyin bizda balkonimizga o'tamiz. Bu balkonimiz hech qanaqa mana burchaklarda mog'orlagan joylari yo'q. Balkonimizning ham remontlari yaxshi. Mana bu yerda shkafimiz ham qolib ketadi, tashlab ketishadi. Balkonimizning razmeri 2:3. Bu kvartiramizning umumiy maydoni 42 kvadratni tashkil etadi. Egalari tomonidan kredit yaxshi dollar so'ralyapti, ya'ni kelishiladigan joyi bor. Pastki raqamga aloqaga chiqinglar. Kimgadir bir xonali remonti bilan Yevro remont kvartira kerak bo'ladigan bo'lsa, shu videoni tashlab qo'yinglar. Salomat bo'ling.